Yo'l o'rtasidami? Tez yordam yetib keldi dedi. Assalomu alaykum. Qani, bismillah. Shu fokusani o'chirib qo'yish kerak edi. Akkumulyator slabi bo'lib qolganda, bilib bo'lmaydi-da. Lekin omadsiz bor ekan, juda tez keldim. Oka, samolyot beramiz biz. Zavat qiling, oka. Bismillah. Allohning izni bilan zavat qilamiz. Ketdi. Kim Malibu mashinasida akkumulyator slabi bo'ladigan bo'lsa, agar o'zi o'chib, staforni o'zi o'chadigan funksiyasini o'chirib qo'yinglar. Akamizlar ham akkumulyatorlar slabi bo'lib qolgan hisobiga yo'lni o'rtasida qolib ketdilar. Kimga shunaqa bo'lsa kerak bo'lsa aloqadamiz. Bo'ldi, aka, haydang. Rozi bo'lib bering, bo'ldi, nech pul bersa. Bagaj yoqqanman. Oka, rozi bo'ling, aloqadamiz. Instagramdan tashlab qo'yasiz. Oka, lekin akkumulyatorni srochniy qiling, ani uni o'chirib qo'ying, funksiyani. Xo'p, sog' bo'ling. Shunaqa gaplar. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa aloqadamiz. Bismillah.